Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan Bahriddinov Olimjon. Bugungi mavzuyimizda ong osti bloki qanday o'zgartiriladi? Ong osti ssenariysi qanday o'zgartiriladi? Mana shu haqda qisqa tushuncha berib, undan keyin oxirida kichik bir siz uyda mustaqil ravishda bajarsa bo'ladigan amaliyotni ko'rsatib beraman. Ya'ni bu ssenariyni o'zgartirish mumkin. Siz uyda bu amaliyotni qilib ko'rishingiz mumkin. Mustaqil ravishda, yoningizda hech kim bo'lmagan, yolg'iz qolganda. Buni men yo'q deya olmaydigan, ichidagi gapini tashqariga chiqarib ayta olmaydigan, doim o'zi bilan o'zi urushib yuradigan, odamlardan qo'rqadigan va o'sha kim bilandir tortishib qolganda, yo'q deyish kerak bo'lgan joyda, ichidagi o'zi bir xohlagan narsasini ayta olmay qolgan joyda, ana shu narsalar yig'ilib tiqilib qolaveradi-yu, tomoqqa, demak ko'krakka. Mana shu misolda men sizga ko'rsatib beraman. Demak, bundan oldin mexanizmini tushuntirib beraman. O'zi nima uchun insonlar yo'q deya olmay qoladi? Nima uchun kim bilandir tortishib qolganda ichidagi gapni chiqarib aytmaydi-da, undan keyin yo o'zi bilan o'zi urushib yuradi, yo xayolida boyaga odam bilan bir umr urushib yuradi. Bu sizni 10 yil oldingi bo'lgan voqea bo'lishi mumkin, 20 yil oldingi, 50 yil oldingi voqea. Farqi yo'q. Demak, o'sha ssenariyni ong ostidan o'zgartirib tashlash mumkin. Mustaqil tarzda. Faqatgina bunga tayyor bo'lish kerak. Demak, odatda bu narsa 3 ta narsadan kelib chiqadi. Bolaga odatda yoshlikda nima deyiladi? Jim bu, ovozingni chiqarma, o'chir ovozingni, tartibli bu, yaxshi o'tir, yaxshi bola, jim o'tirish kerak, mana shu narsalar. Undan keyin siz nima degan tushuncha olasiz, xulosa olasiz bundan? Men jim o'tirishim kerak ekan. Jim o'tirgan bola yaxshi bola ekan. Men tartibli bo'lishim kerak ekan. Tartibli bola yaxshi bola ekan. Ikkinchisi, demak, o'ylaysizki, agar men kimgadir ichimdagi gapni aytsam, kimgadir men yo'q deydigan bo'lsam va o'sha yo'q degan odamlarim mendan xafa bo'ladi yoki meni jazolaydi. Mana. Agar men kimgadir ichimdagini chiqarib aytadigan bo'lsam, kimdir mendan xafa bo'ladi, noto'g'ri tushunadi yoki meni jazolaydi. Uchinchisi esa inson muzlab qoladi. Ya'ni ong osti frizi degan holat bor, ya'ni muz holatiga o'tib oladi. Muz, siz hech narsani his qilmaysiz. Hech narsani siz uchun farqi yo'q. Faqatgina nima his qilayotganingizni ham bilmaysiz. Ong ostida shunday narsa turadiki, xo'p, men hech narsani his qilmasligim kerak, og'rimasligim uchun. Men hech kimga qo'shilmasligim kerak, men og'rimasligim uchun. Mana shu holatga o'tib qoladi. Ya'ni siz oddiygina ichingizdan qo'rquv kelishi, oddiygina sizga xo'p, odamlarning oldida o'zingizni fikringizni ayta olmaslik, yo'q deb ayta olmaslik ularga, kim bilandir o'sha bir kelishmovchilik chiqqanda ichingizdagi gapni ularga chiqarib ayta olmaslik, buni demak tushundingizmi? 3 ta sabab bor. Birinchisi, o'chir ovozingni deyilgan, tartibli bo'l deyilgan, yaxshi bo'lishing kerak deyilgan. Ikkinchisi, demak, ichimdagi gapni chiqarib bersam meni jazolashadi, meni ayblashadi, meni tushunmaydi odamlar deyishi. Va uchinchisi nima bo'ladi? Ong osti muzlash holatiga o'tib oladi bundan keyin. Muzlash. Bo'ldi, siz hech narsani his qilmaysiz, hech narsani ko'rishni xohlamaysiz. O'sha bitta qorong'i xonaga kirib olasizda, meni hech kim bezovta qilmasin deb mana shunaqa yurasiz. Ya'ni bu qo'rquv ichingizga shunaqa bosiladida, tomoqqa kelib tiqilaveradi. Har bir o'sha aytmagan gapingiz, har bir siz chiqarmagan narsa tomoqqa kelib tiqiladi yoki ko'krakda o'sha narsa shunaqa qizib, o'zingizni tanangizga sig'may qolasiz. O'sha yerni o'yib chiqib ketay deydi. Shu darajada qiziganman. Endi buni o'zgartirish mumkinmi? O'zgartirish mumkin. Qanday qilib? Ong ostiga mana shu narsa, ya'ni yo'q deyish xavfsiz ekanligini, ichidagi gapni chiqarsa hech kim uni jazolamasligini, hech kim uni urishmasligini tushuntirib berish kerak. Ong osti bu nima? Ong osti mana butun sizni taniysiz. Sizni ichingizdagi har bitta tushunchalaringiz. Sizni o'tmishdagi 5 yoshli bola, 7 yoshli, 12 yoshli, sizni 2 yillik holatingiz ham sizni o'sha ong ostingiz. Tushunyapsizmi? Mana shu tajribalar yig'indisi ong osti. Buni o'zgartirish mumkinmi? Mumkin. Demak, xotirjam o'tirasiz, yolg'iz bo'lishingiz kerak. Xona qorong'iroq bo'lsa, undan ham yaxshi. Yoningizga, oldingizga yostiq yoki shunga o'xshash bir narsa olsangiz ham bo'ladi, olmasangiz ham bo'ladi. Menga qulaylik uchun oldim buni. Chuqur nafas olasiz. Chuqur nafas oldingiz va aynan o'sha
sizni xafa qilgan vaziyatlarni eslashni boshlaysiz. Sizni xafa qilgan vaziyatlar nimalar? Kimgadir yo'q deya olmagansiz, kimdir sizga baqirib tashlagan, kimdir sizni yerga urib tashlagan, ha? Kimgadir ichingizdagi gapni chiqarib ayta olmadingiz, kimdandir ko'nglingiz qolib ketdi. Istalgan bitta vaziyatni tanlang hozir. Istalgan bitta vaziyatni tanlang va o'sha vaziyatga boring. Ko'zlaringizni yumasiz, vaziyatga borasiz. O'sha yerdagi holatni eslaysiz. U yerda kimlar bor? Qanaqa kiyimda? Nimalar deyilyapti? Agar qo'rquv kelsa, qo'rquvdan qo'rqmang. Qo'rquv bosishi, badanga qaltiroq kelishi, titrab ketish bu tabiiy. Sizga nima deyapti o'sha inson? Nima deb sizni yerga uryapti, haqorat qilyapti yoki xafa qilyapti? Yoki siz ichingizdagi gapni ayta olmayapsiz? Va o'sha vaziyatda o'zingizni ko'ring, o'sha insonni ko'ring. Yuqoridan kuzatib turing. Ikkita inson turibdi. Birinchisi siz, ikkinchisi boshqalar va siz uchinchi inson bo'lib hozirgi holatingizda borib kuzating. Va aytingki, stop. O'sha vaziyatni to'xtating. Tasavvur qilingki, xuddiki vaqt to'xtab qoldi. Vaqt to'xtadi. Endi o'zingizga ayting. O'sha vaziyatda ayting. Hozir yo'q deb aytishing mumkin. Ichingdagi gaplarni qo'rqmasdan chiqarishing mumkin. Mana shu narsani ayting. Va endi tasavvur qilingki, o'sha vaziyatlarda, o'sha bo'lgan holatda, o'sha og'riqli holatda siz qarshingizdagi odamga nisbatan yo'q deb ayta olyapsiz. Yo'q, men bu narsani xohlamayman. Yo'q, men buni qilmayman. Bu narsa meni xafa qildi. Menga bunday muomala qilishlaringga men ruxsat bermayman. Ayta olyapsizmi? Yoki qo'rquv kelyapti? Mana o'sha qo'rquvni yorib chiqib ayting. O'sha ichingizdan baqirish kelsa, tiqilish kelsa, gapirmoqchi bo'lgan gaplaringizni gapiring. O'sha sizni tushunmagan, sizni xafa qilgan, sizni qadringizga yetmagan insonlarga nima demoqchi edingiz? Nima desangiz qulay bo'lardi? Mana shu narsani ayting. Ularga endi xafa qila olmasligini ayting. Endi meni xafa qila olmaysan. Endi menga azob bera olmaysan. Endi men o'zimni hurmat qilaman. Endi men o'zimni himoya qilaman. Endi men yosh bola emasman. Endi men o'zim bilanman. Va o'sha o'tmishdagi o'zingizga, ana shu holatga tushib qolgan, uyalgan, qo'rqqan o'zingizga aytingki, endi sen xavfsizsan. Endi sen yo'q deb aytishing mumkin. Endi sen qo'rqmasliging mumkin. Va mana shu narsani aytib, uni mahkam quchoqlangda. Chuqur nafas olib, ko'zlaringizni ochasiz. Demak, mana shu narsani qilib ko'rganingizda nima bo'ldi? Ichingizga yengillik keldimi yoki ichingizdan qo'rquv chiqdimi? Agar qo'rquv chiqqan bo'lsa, agar o'shana gapni siz ayta olmay qolgan bo'lsangiz, demak bu yoqda buni tagida kuchliroq ildiz, kuchliroq bloklar turibdi. Mana shu narsalarni izlab topish kerak. Chunki bu hozir men sizga ko'rsatib bergan narsam eng oddiy holatlarda, oddiy xafaliklarni, oddiy ichingizdan chiqara olmay qolgan narsalarni chiqarib tashlash va mana shuni aytish mumkin. Lekin shunaqa bloklar borki, juda ham yillar davomida yig'ilib ketgan, qavat-qavat bo'lib ketgan. Hatto ichki ovozingizni ko'ra olmaysiz. Hatto esla olmaysiz o'sha vaziyatni. Demak, bu yoqda buni chuqur kovlab, boshqa usullar bilan davolash kerak bo'ladi bu narsani. Demak, video yoqqan bo'lsa yoki sizga biroz bo'lsa ham foydali bo'lgan bo'lsa, men xursandman. Sizlar bilan Bahriddinov Olimjon bo'ldi. Salomat bo'ling azizlar.